obyektimizni ham bitirib oldik. Biturli zinaga kavrini qoplab berganmiz. Polni hamma yog'ini bu yog'iga uголок tushadi va plintusini ko'rsanglar bo'ladi. Gilamni o'zidan 9 sm qilib turib plintus aylantirib berganmiz. Polni ideal darajada. Va plashatka qismi aylanasiga plintus bo'lgan va birinchi etajga tushirish. Birinchi etajni birinchi stupenkasini yonidan ko'rsanglar bo'ladi. Polni aylantirib plintusni yoniga qaytarib berganmiz va podolga tushirish. Plastmassaviy plintusdan keyin gilamli plintus boshlanib ketgan. Va podolga ham xuddi shuni o'zidan qilib berganmiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa plintus polni gilamni hamma yoqqa aylantirib berganmiz. Zinani teglarigacha. Shu xizmatga kelib o'saliq ish qilsanglar, joylarni borib ko'rib, o'lchab, o'sha yerda o'zida moslab kesib solib beramiz.